sot var, militsiya var. Arızdı beresinger, taqsir bu islom mamlakatiga usul chetdi. Men shar'iy qozi emasman. Men furu'iy qoziman. Men taqsir shariatning hukmini ishlatilmayim, bir hukmdelga aytalam. Kimingerdin imoninglar bekem bo'lsa, qozi hukmda aytdi, bo'ldi shu narsani esevinde ishni qilib ketaverasizlar. Endi mana bu yerda ikki ayol turadi. Biri taqsir qirg'iz ulutunan ekan, biri o'zbek ulutunan ekan. Qirg'iz ayol siliq sipo shuylab o'tadi, o'zbek ulutundagi ayol ma aql o'rgatib o'tadi. Qabul bo'laveradi deb. Qabul bo'ladi taqsir. Qabul bo'ladi. Biroq o'qtam shuylab kerak. Mana yemi qana inisi? Inisi qana? De Muhammed Berke ukam. Men qarab turgan. Mana birinchidan bu kishiga o'ta o'g'ir ahvol bo'lib turadi. Tushundingizlarmi? Mana ertaga baldari kelsa ukam. Mana baldari kelsa, hozir janozani o'qiymiz, so'kni qo'yib kelgandan keyin mana haqdorlarda ukam, mana Ahmadulloh mana berchi ukam. Qancha qarzi bor sening? 14.600 dollar, 40.000 so'mga qarz bor. Men Alloh uchun shu odamdan kechdim. Rahmat. Talab qilmayman bu pulni. Taqsirotingiz kim? Ne'matulloh aka degan ekan, Hoji Qozdamullo dedi. 300 ming dollar qarzi bor dedi. Men roziman, kechdim. Rozi bo'lsin. Biz ushuni menen dindarmiz, ushuni menen musulmonmiz. Biz o'likni qordog'ini bu dunyoga kelgan emasmiz. Mana shu ahvol hech kim yerda boshingizga tushmasin. Hech kim yerda boshingizga tushmasin. Lekin bu kishilar vaqtida olimlarga chay bergan. Vaqtida şu başı korunan Özbek ulutunun en ülgülü üyelerinden biri olgan. Bunu taqdir deydi. Mümkün mü yerde haktı talep kılıp atkanlar, akınlar var talep kılışka. Bir gün gelip, üç kişinin ahvalı özüngörge düşüp kalışı mümkün. Uşun için kolunlardan kelişince yardımda kılgıla, mana taksirlar, hiç nerse de beytat, kolumuzdan kelişe, aka ökemenenine maslahat kılıp, o yağın biz kolumuzdan kelişince, baldarı menen maslahat kılıp durup, işti, çetişin hareketini kılavuz, başka nemesi aytelmedi. Buna yemi, başka gap söz yok taksir. Qazı qatarı meni aytaturgan sözüm uşul. Mındayça aytkanda taksir hazır, Daniyar degen bala, girip durup, ana uyda, 25 bin dolardı geçti, bu kişi taksirlar, buna 14 bin doları geçti, 25 bin, 14 bin, 40 bin dolar, 300 bin dolardı geçti, 350 bin dolar akşamına geçilip gitti taksir. Yemi, kalganınlardağı gelişip, ahvaldı gözünden arkada bir cesur ayal kaldı. Ekte yaş bala kaldı, urmatlı cemaat. Aytib ko'ring taqsir. Assalomu alaykum, hurmatli jamoat. Hammamiz inshaalloh baribir bir kun emas, shu kunga tushamiz ekan. Endi insonda inson bilan o'rtasidagi muomalaga Alloh taolo aralashmaydi. To'g'ri. Insonni Alloh bilan o'rtasidagi muomalani Alloh taolo o'zi yechib oladi. Rahmat. Alloh taolo bundan ziyodasini hammamizga bersin. Kim kechgan bo'lsa, bundan ham ziyodasini bersin. Ertaga Xudoning huzuriga borganimizda o'zimizni boshimizga tushadigan narsa bor. Ashuni g'amini yeylik. Hammamizga yengillik bersin. O'zimizni oramizdagi akam yaxshi inson edi. Biz yaxshiligini ko'rganmiz, yaxshilik muomalasini qilganmiz. Shuning uchun Xudo hammamizga ziyoda qilib bersin, lekin Alloh taolo oxiratini xayrli qilsin. Barakotli qilsin. Alloh taolo shuning uchun ko'pchilik ichida bizni taniganlar bor, balkim tanimas. Shuning uchun bizni ham o'rtamizdagi muomala, o'zimiz o'rtamizdagi muomala unga hamma bilsa kerak, bilmaganlar uchun biz ham Xudoning roziligi uchun o'sha narsani akamga yengillik bo'lsa, inshaalloh yengillik bo'ladi. Lekin bizning umidimiz Xudodan. Xudo mana shu yerda qiylanganlarga yo boshqa bo'lgan bu akam bilan o'rtasidagi muomalani bundan ham ziyodasini bersin. Amin. Shuning uchun uka ko'nglingiz to'q bo'lsin. Aka-ukalarni, opa-singillarni hammasini ko'rsin. Sizlar bilan biz o'rtamizda hech narsa yo'q. Rahmat uka. Rahmat. İnşallah. Mana musulmon din de ushuni aytadi, musulmon da ushuni aytadi. Taqsir so'z sizlar. Atingiz kim? Zikrullo qori O'zgandan keldi. Bu kishi ham 9 ming dollar qarzi bor dedi. Men ham roziman, kechdim. Alloh rozi bo'lsin. O'zgandan Muhammadiga tanib. Boya aytib turuvdim, 6200 qarzi bor edi. Kelib u yoq qilib, balkim ertagacha kecharmiz. Xudo dilimizga sozadi dedik. Men dilimizni solib qo'ydi hozir. Kechdim aka. Alloh rozi bo'lsin. Amin. Alloh qabul qilsin. Biz usulimiz bilan musulmonmiz. Usulimiz bilan. Hozir 1 soatdan keyin yer ostidan kirib ketadi. Hech kim yordam bera olmaydi. Lekin mana shu
keçkenler Xudo xolasa sizlarga inshaalloh Alloh ajringizni bersin. Xazinangizda baraka bo'lsin. Amin. Alloh taolo safarlarini bexatar qilsin. So'roq javoblarini jang qilsin. Alloh taolo ushul kimdir haqdor qilgan bo'lsa, baldar bilan shirin kelishib, baldarning yuragini o'rtmasdan ushu ma'milani tutib, bu kishi ham bir azobga chaldiqmasdan, sizlar ham jamonavolga chaldiqmasdan hayot kechirsa Alloh hammanglarga nasib etsin. Amin. Ushul Nur Muhammad akavizning ortida qolgan kelinchagini, baldarini, bu aka ukasina iymon hidoyat bersin. Mana shu yerdagi chiqib turib qarzni kechganlarga Alloh behisob xazinanglarga baraka bersin. Alloh taolo ushul qarzni ketganning sharofatini aka katta bir jihatda bir kofir davlatni jengini savobini oladi deb Alloh qiyomat kuni mana shu shahidlar bilan avliyolar bilan jannatul firdavsga uchrashni nasib qilsin. Alloh mehdina siratal mustaqim kama hadaytan nabiyina val mursalina val muttaqin. Allohu akbar. İnsanchilik qilib, qo'li bilan, puti bilan, tili bilan azor berib, biror tangarding ko'nglingizni o'rtamasa, baringlar rozi bo'lib.